Voy zo'r joyga kelibdi, adasi. Yopishurmaga o'zi isib ketyapman men. Adasi, nima qilib yelkangizga boshimni qo'ysam? Yo'q, yoqmaydi menga. Adasi. Nima deyapsan? Nima yopishurasan menga? Yuring, ko'chaga ovqatdan keyin chiqib aylanib kelamiz demoqchi-edi. Bo'ldi, chiqamiz hozir, shunga yopish kerakmi? Yur. Surkaveradi. Adasi, qarang, daraxtlarni gullagan. Menga qara, namicha qo'limdan ushlaysan? Hamma biladi xotinim borligini, senga uylanganligimni. Bu ko'cha bu. Adasi, nima turib kelasiz? Men ham ayol kishiman. Men ham ayollarga o'xshab mehr xohlayman. Nima, yoki ko'chadan qidiraymi? Boshqa ayollarga o'xshab mehrni. Yoki sizdan qimmat narsa so'rayapman. Mashina olib bering, taqinchoq olib bering deyapmanmi sizga? Hech qanaqa ko'chaga aylanishga ham chiqmayman siz bilan. Ko'chada qayoqda shalashobga qizlarga jonim, asalim deyishni bilasizlar? Aslida eng yaxshi gapga ayolimiz loyiq emasmi? Yaxshi gap ham, yomon gap ham bitta og'izdan chiqadi. Oilani asrab qolish o'zingni qo'lingda, erkak.